Salom barcha do'stlar, sizlar bilan o'sha Yensa Gamer. Sizlar bilan bugun Robloxda yomon o'quvchilarni o'ynab ko'ramiz. Mana mashinam kecha sotib oldim. 2000 turar ekan, $2000. Mana kommentda yozib qoldiringlar, qanaqa tachka. Yaxshi vaqtimi? Ketdik. Bosamiz. Uncha haydash bilmayman. Pravam yo'q. Hozir men bitta narsani sinab ko'rmoqchiman. Hozir. Mani uyim bor yana. Ya'ni mani uyim ham bor. $600 turadigan. O'yin valyutasi. Qo'lga qo'yamiz. Nimaga, aka, yaxshimisiz? Bo'lyaptimi? Nima sotib ekan? eng yaxshiroqlar kerak-da. Persol spray, elektroshoker. Buni sotmadim. Motori hozirgi fokus ko'rsatib qarang. Бежим. Все, hayırlı. Qo'shib ketdik. Qaytib kelmayman men. Qanday kirsa bo'ladi? Men mana aytayotganim yo'q, bu emas. Hali ko'ramiz, xayr. Mashinamdan ham ayrildim. Oy, yomonda shu kuchli. Hoppa, $400 ishladik. Baydan endi monetkalarni olib surish kerak. Odam urib ketmasam bo'ldi-da. Maktab. Mashq. Taniyman. Qani? Tushamiz, ketdik darsga. Endi matematikani eng yaxshi ko'rgan fan. Hozir qaranglar. Men uni bilaman. Hop. Boa. Gör. Kasparını Tamam, ders bana yaptılar bro. Tıkılıp kalıyor. Bu yağınca okumsuz. Uyga borib uxlashim kerak meni. Katta uyga.